Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 4-oyning 1-kuni sizlarga yetkazilgan azroq uchur bor bugun. Shularni yetkazib qo'yay. Oldi bilan taqdirgan bir ish bugun 4-oyning 1-kuni yolg'onchilar kuni ekan. Men uni o'qimay deganda bir yaqin tanishim bir uchur yo'llab ekan. Beijingda siyosiy o'zgarish bo'ldi. Xi Jinpingni o'ltiribdi deb shu yerdan to'g'ri kirib to'g'rilarni izlab yaqinlarimga uchurni mandirib surishti qilsam u yolg'on ekan. Yolg'onchilar kuni bo'lganligi uchun shu uchur salinibdi. Bir necha minut o'sma bek xo'sh oldim hozircha. Ammo ki yolg'on gap bu. Buni oldin deb qo'y, shunga bo'lgan g'alati uchurlar kelib qolsa sizlarga oldirib ishni ketmanglar, bir tekshirib qilinglar. Vatanda yine xil ko'p uchurlar bor. Asosligi bizniki eng ansirayotgan bir ishimiz bor. Mana shu Xitoy virusiniki lagerlarda tarqalish ahvoli. Ma'lum ichida men bir necha manbadan uchur oldim. Ahvol pek achinishli. Hozir konkretni lagerlardan ikkisi tilga ilindi men degan uchurda. Urumchidagi birisi Davanchidagi lager, yana birisi Ulanbay. Urumchida menimki bilishimcha cho'ng lagerlardan 5'i bor. Bu qatimki uchur bir manbadan kelgan uchurda ularniki ikkisidagi kishilarniki Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi, shuning bilan bu lagerni ikki rayonga ayirib, birisi normal rayon, yana birisi yuqumlangan rayon deb. Yuqumlangan kishilarning hammasini yuqumlangan rayonning ichiga kirib shayga to'plab işte qarg'il turibdi. Qarg'il turibdi degan vaqtimizda bu yerda qandaqdir davolat etibdi deganda gap yo'q. Menda gapni anglamadim. Ehtimol shu qanchalik saqtiral shunchalik tursin deb o'lishini kutib turayotgan bo'lishi mumkin. U yuqumlangan rayonga lagerni beqiyotgan saqchilar kirgili olmaydi ekan u yerga. İşte boğaşqa shu lagerga qamalgan bir qism kishilarni tanlab, ularni shu yuqumlangan rayondagi kishilardan xabar olganlarga mas'ul qilib, ashuna qilib ish yapib turibdi. Mana kelgan yana bir uchurda bu lagerdagilarniki Xitoy virusi bilan yuqumlanishi nihoyat umumyuzlik, ahvol intayin achinishli degan gap keldi. Undan ortiq konkretni uchur olamadim. Keyinchi bu ishlar oshkorlanishi mumkin. Hozircha ahvol shundoq. Ish qilib burun ansirab kelgan bu ishdan işte bu qalamdikin deb hozir işte bo'lganligi jazmlashyapti. Yangidan kelgan uchurlar qargan chog'da. Ikki haftadak vaqtning oldida Xitoy hukumati shu Xitoy virusiniki tahdid darajasini 4-darajada deb uni tushirib, kishilarniki hammasini sirtga chiqib faoliyat qilishga chaqirgan. Maktablarni ochdi, ishkapning oldida maktablarni ochib, undan keyin yana kishilarni shu bog'chalarga, restoranlarga, do'konlarga berishga rag'batlantirib ekan, chaqirib ekan, buyruq qildi ekan. Shuning bilan Urumchimi xil qaynabdi bir necha kun, bir haftadak. Ko'chada odam shunda jiq. Ondan keyin do'konlarda, bog'chalarda usul o'ynab degandek opchi usullanadigan bir ishlar bor bularniki. Ashuna ishlarmi bo'lgan ekan. Bunu başta qilgan, ammo 30-chilar yana yangidan uqtir tushibdi. Xitoy virusiniki tahdid darajasi 2-darajaga ko'tarilibdi. 2-darajaga ko'tarilib, endi bog'chalarga, savdo saroy, restoranlarga bosib bo'lmaydi deb u yerlarni hammasini taqabdi. 30-chilardan boshlab. Endi men dastlabda bu ayrim ahvolniki deb o'ylagan. Keyin tunugulardan chiqqan xabarlarga qarasam ayrim ahvol emas ekan. Hozir butun Xitoy bo'yicha umumyuzlik orliqda odamlarni quyitib, rag'batlantirib, hatto partiya a'zosini boshlamchilig'inglar, sirtga chiqinglar deb boshqa qilib ekan. Bir qism kishilarga bir oilaga 10 ming so'mdan pul taqib, mana buni xashlarni chiqib deb boshqa qilishlar bor ekan. Lekin 30-yillardan boshlab mamlakat xarakterlik bu ishlarni to'xtatishni buyruq qildi. Asos sababi nima degan chog'da hozir Xitoy virusiniki alameti yok, yuqumlanish ahvoli bek eg'ir ekan. Alameti yok. Xabarlarda bor
Dastlabda buning 3 alomati bor. Birisi yutilish, qizish, qatorliq 3 alomati bor deb uqtirish qilingan. Torlarda bu uçurlar xili ko'p tarqagan. Unda hozir deyishcha bu hozir hech qanday alomati yo'q, tarqalish ahvoli biroz eg'ir deb hozir Xitoydan boshqadan mesela uqtirish qilibdi. Shuning bilan birga Urumchidagilarni hozir oshxona bog'cha amin taqabdi. Andiki G'uljidagi uyg'urlar ichida yana oshliq setib olib, yeydigan narsani setib olib uyga duglash ahvoli bo'pti. Kishilar hozir ansirab yana qaytadan uyga uslab qo'ydigan ahvollar bo'ldigan o'xshaydi deb mush ishlar bo'g'ilib turibdi. Bu yangi kelgan uchurlar ichida men endi maktablarni qaytadan taqidimi bu to'g'ri uchur ololmadim. Lekin Soda saroy, bog'cha, restoranlarni, cho'ng restoranlarni taqig'inni anladim. Shu oldingi haftalarda to'y tukun, ashtaq o'ltirashlarni xil ko'payib ketdi Urumchida. Bu hozir ham deymiz taqabdi oshxonalarniki. Ondan keyin men olgan yana bir uchur hozir Urumchidagi bir qism cho'ng shirkatlarmi ish tushunlarda ishni boshlab ekan. Lekin bu yer burun ishlaydigan Xitoylar kelolmaydi bu yerga. Hozir endi Aqsu, Qashqar, Xotandan yosh to'y qilmagan Uyg'ur yosh o'g'il qizlarni akilib chiqsa turibdi. Bu ish yaqinda xil ig'ir bo'ldi. Torlarga bu vaqtdagi videolar bilan ko'p chiqdi ehtimol. Sizlar ham ko'rdinglar buni. İşkirge gitip bağa falan bek eğri. İşkirge eketken bütün cereyan Xotan, Qashqarlardagi poyezd stansiyasidan ayrilish, Urumchiga kelish, Urumchidan İşkirge berish, İşkirge borgandan poyezddan tushish, andan keyin ish o'rinlariga berish, hatto o'sha yataqlarga tushish. Yataq deganimiz yataq emas, cho'ng uy, ashuna hammasiniki smut yerda opagan yutgan ko'plarini yeglamsib ketayotgan shunday videolar hammasi chiqdi. Hozir shu nurg'un Uyg'urlarni akityotdi. Bu Uyg'urlarning hayoti intayin xatarlik. Albatta men degandek hozir alomati yo'q tarqalish Xitoy virusiniki alomati yo'q tarqalish ahvoli intayin eg'ir bo'lg'achqa mushu opagan Uyg'ur yoshlarniki mushu qitimliq ikkinchi qitimliq virus tarqalish to'lqinida yuqumlanib tugab ketish ehtimolligi intayin cho'ng. Bizniki xalqimiz hozir yoshlarimiz shu kunga qoldi. Biz videoda ko'rayotgan shu yoshlarniki taqdiri hozir intayin xatar ichida. Ondan keyin menga kelgan yana bir uchur ehtimol videolarni ko'rdinglar. Hozir bizniki vatandagi etizliklarda yo ishlayotgan kishilar hammasi ayol, o'rta yoshlik yoki yosh undan cho'ng ayollar, erlar yo'q. Bu erlarning hammasini sulab, ishkirga ketib, o'ltiradiganni o'ltirib, qilib qo'ygan uchun yezida o'rta yosh qammisidagi o'rta yosh yoki undan cho'ngroq erlar qolmabdi ekan. Sap ayollar, videolarda hamsi ayollarla ko'rdik. Men Twitter'da xil tashkil qildim bu videolarni. Başta bir ahvol bo'lib ekan. Endi yaqinda menga konkret uchurda Xotanda ayollarningki shu dehqonlarning yerini tatib olib, ularni endi kunlik amgak cho'p ishlaysizlar deb başta qilib etib, yerlarni Xitoyga bilib berib turibdi. Mana shu kunning ichida ishkirdan kelib yeyotgan taqsim qilinayotgan Xitoylarningki videolarim chiqdi. Men har kuni mana videolarni yig'ib inglizcha tushuncha yozib Twitterda uturuq e'lon qilyapman. Qiziqadigan qarindoshlar shuni ko'rib boqsanglar bo'ladi. Shu qilib hozir endi biz dehqonlarimizdan dehqonchilik qiladigan yerlarimizdan ayrilib qoldik. Yaqinki yangilik shu. Ondan keyin bu yil oliy maktablarga imtihon berish ishlari bir oy kechikibdi. Bu yillik oliy maktab imtihonini berish 7-oyning 7 va 8 kunlari berildi ekan. Bu to'g'ri uchur keldi. Men endi shu Xitoy virusi tarqalgandan keyin dunyo bo'yicha Xitoy hokimiyatiniki haqiqiy qiyofasini bilib olish, tushunish bu jihatda nihoyatda zo'r ilgirlashlar bo'ldi. Undan boshqa bu qatimki bu Xitoy virusiniki sababidan o'lib ketganlarning soni intayin ko'p. Yuqumlanganlarning soni intayin ko'p.
iqtisodiy chiqim, iqtisodiy ziyon intayin og'ir mush taraqqiy qilgan ellarda ashtaq bo'lganligi uchun bu qatim Xitoydan Ravrus hisob oladi degan shu narsaga ishondim. Hozir ishlayman bu narsaga. Endi mushu Xitoydan hisob olgan vaqtida Uyg'ur masalasidami Xitoydan tang hisob elib, ehtimol Uyg'urlar erkinlik chiqishi mumkin deb bir cho'ng orzu bo'yicha yashayapman men. Endi bu jihatga ishonchim xeli kuchli. Lekin yaqinda bu ishonchni sal ojizlatadigan voqeadami bir qancha yuz berdi. O'tgan hafta qarindoshlar ehtimol diqqat qilgan bo'lishi mumkin. O'tgan hafta sanoatlashgan 7 davlatlar tashqi ishlar ministrligi bir yig'in ochildi. Yig'in telefonda ochildi. Bular bir yerga kam edi. Amerikadagi tashqi ishlar ministri Pompeo qatnashdi. Shu bir yig'in bo'lgan. Bu yig'inda odamni biroz echindiradigan ahvol bo'ldi. U nima deganda Pompeo mushqitimki Xitoydan tarqalgan virusniki nomini Wuhan virus deb ataymiz deb shu bir taklifni o'tirib qo'ygan. Qolgan 6 davlatlar buni qabul qilmadi. Qabul qilmay bular bir o'pcha odatda birlashma axborot e'lon qiladi demişler yig'inlar ochilgan chog'da. Bu qatimki yig'inda bunday birlashma axborotni e'lon qilinmay, har bir davlat axborotni o'z oldiga e'lon qilgan bo'lib, yig'in tugadi. Pompeo'niki shu vaqtdagi chiroylari ko'ringan rasm videolarni chiqdi to'rlarga ehtimol ko'rgansizlar. Bu odam shunchaki bir parishon bo'ldi bu ahvol to'g'riliq. Bu bir narsa. Yana bir narsa Donald Trump chiqqan yoki Amerikadagi shirkatlarni Xitoydan yo'tkib etish boshqa yerga, Amerikaga qaytarib kelish mushtatda cho'ng bir chaqiriq qilgan bu kishi. Bir qism shirkatlar buni boshlagan. Hozirgi bir ikkinchi ahvol nima desa, Amerika ko'chib ketib, bo'shitib qo'ygan yerlarga Yevropadagi boshqa taraqqiy ellar kirib olib turibdi bu yerga. Demak, bu yerda bir birlik yo'q. Mushqitimki shu cho'ng Xitoy virusi voqeasidan keyin Xitoyga qanday taqabul turish mush masalada xalqaro bir birlik yo'q. Xitoylarniki bir taktik sifati burun tatib hamma odamlarga qo'llanadigan bilib yengish, divide and conquer deydi inglizcha. Bilib turib yengish bir taktik sifati. Hozir bu taktikasi bu chet eldagi shu g'arb taraqqiyot g'arb ellarga ishga turibdi. Hozir Amerika boshlamchi bo'lib Xitoyga qaytirimiz zarbimiz desa, Yevropadagi bir qism ellar Amerika'nınki çağrığa avaz qo'shmay, o'z oldiga ish qilib, yine Xitoy tarafda turib, hatto ashtalarni qig'il turibdi. Ashta bu boshqa endi bu shu qatimda cho'ng voqeadan keyin Xitoyga ziyonni to'ldirilish masalasida qandaq ishlar elib borildi, to'g'ri aniq emas. Demak, hozir bilinish bor bu yerda. Bu ishlar meni xil qattiq o'ylantirdi, necha kundan buyon. Bizim Uyg'urlarning ishi masalasi qanday bo'ladi? Men aslida Xudoyim bursa uzun bo'lganda men 2 yil ichida erkinlik erishimiz deb o'ylagan. Erkinlik erishimiz degan vaqtimizda Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqi Xitoy Kompartiya hokimiyatiniki hukmronligidan qutuldi deb ashta o'ylab kelayotganman. Hozir endi bu yig'inga bu yangi chiqayotgan hodisalarga qarab turib, zot bu qanday bo'ladi deb biraz endish paydo bo'ldi. Ashuni bilan hozir meniki o'ylaydiganim biz xil uzun muddatlikka tayyorlanmasak bo'lmaydi ekan. Uyg'ur masalasini hal qilishda, erkinlik erishishda uzun muddat tayyorlanmasak bo'lmaydi ekan. Shunga menmu bizniki shu Uyg'ur project fondiniki ishlari mush ishlarda buningdagi initial uzun muddatliroq uzun muddatni ko'zlab turib tayyorlamasak, uzun muddatni ko'zlab turib ish yapamasak bo'lmaydi ekan degan mashta bir tushunch paydo bo'lyapti menga. Bu vaqtda men chet eldagi barliq qarindoshlarni, bo'libmi ziyoli qarindoshlarni, mayli diniy ziyoli bo'lsin, faniy ziyoli bo'lsin, ondan tashkilotchilarni bu yoqda obdaroq o'ynab beqishga chaqiraman. Oldingi natijalar ichida chet eldagi Uyg'urlar ichida har xil bas munozirlar bo'ldi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lgandan keyin
bu ishni qanday qilamiz, bu ishni qanday qilamiz deb nurg'un kuch, vaqt, narsalarni sarf qilib mushatda tashlatishlar bo'ldi. Biz bu ishni qilaverdik. Xitoy o'ziniki tuzgan planini nihoyatda inishchilik bilan puxta ijro qilib, hozir endi oxirida dehqonlar yardım alıp qilish darajasiga yetdi. Erlar yo'q, shaharda erlar yo'q, yezlarda erlar yo'q. Hozir endi yosh o'g'il qizlarni ishga ketib bordi bular, to'y qilmaganlarni. 30 yoshlik va yashangan erlardan hozir qanchiligi bor lager turmalarda. Biz qanchaliklarini ayrılib qoldik bularni bilmaymiz. Başta boğaçqa bizim aldığımızda nəhayət çoğ işlərdən nəticəsi var. Biz qandaq qılıb içkirge əkətken toy qılmağan oğul jigit, oğul qızlarını qutuluruz. Qandaq qılıb Uyğur sərxillərimizi qutuluruz. Biz Uyğur sərxillərimizdən həmməsindən ayrılıb qaldıq. Ularını sulub aldı Xitaylar. Ulardan qançılıq hayat, qançılıq var hazırmı, ular nədə bunu bilməyimiz. Bularını qandaq qutuluruz. Qalğan əhvallarını qandaq qutuluruz. Vatanın işida. Müşcihata hemiz oynayışımız gerek. Ben 15 parça kitap çıkardım. Müşceriyanda izçil türde teklif eden bir nersi var. Hazır dünyada qandaq sahadan izlensek bilim var. Haqla 10 yıllap, 100 yıllap tədqiqat edib yakılab çıkan ilmi bilimler var. Biz iş qilganda ilmiy qilishimiz kerak. Oldidan bilim bilan o'zimizni qurollantirishimiz kerak. Chun chet eldagi Uyg'urlarmi bundan keyingi qadamni qanday olamiz degan masalada qarg'ulachi chiqmay, o'zimiz tushunmaydigan ishlar to'g'riliq gap qilmay, o'zimiz tushunmaydigan ishlar to'g'riliq ish yapolmay, oldi bilan mushu o'zimiz qilmoqchi bo'lgan ishdagi ilmiy usul qasi. Bu yerda qanday bilimlar bor? Tayyorlikni puxtaroq qilsak, qadamni puxtaroq olsak. Başta qilgan chaqda biz bir qism haqiqiy o'zgarishlarni hosil qila olamiz. Bo'lmasa bizniki bunga yo'limizdan natija chiqmaydi. Buni hammamiz ko'ryapmiz hozir qadar. Men sizlarga burun bir ahvolni deb bergan. Men o'zimning umrida necha qatim kasb o'zgartishni qaror qilib boqqan vaqtlarim bor. Oxirgi qatim 5-iyul vaqasından kim bo'ldi? 2009-yil 5-iyul vaqasından kim? Qulum hech qanday ishga bormay, o chog'da 50 yoshga kirgan vaqtim, 50 yoshdan oshgan vaqtim. Yeni kasbni o'zgartirsam bo'lamdi ekan deb, shu xalqaro munosabat siyosat ilmida bir magistr unvoni olaymi ekan deb, shu NASAda ishlayotgan qilgan vaqtimda shuni qaror qilib maktab aloqalashib boqqan. Xizmatni tashlamay turib o'qish imkoniyati bormi, bir magistr unvoni olsam. Evagandaki anadaki bir xizmat almışıp başka bir icma pen sahası işlesem degandek. Kim derslerini teşhisem gündüz yutulan ders yok kesap akşamüstü. Adem akşamüstü yutulan ders yok hemiz gündüzdeki işte başka ama işini taşlamaya durup okuş imkaniyeti bombaydı tap kalgan. Meniki mağameslini diyeceğim ki sebep hazır chet elde qandaq o'qiyman desak fursat var. Yakında bir danlıq kişiniki ma kitobni o'qiganligini anladim men. Tarixning saboqlari degan kitobga inglizcha buni danlıq deb anladim. Anlab buni sotib oldim men o'qay. Shuni o'qib chiqay buni nima bor deb. Bu yerda demoqchi o'qidim. Agar biz qilmoqchi bo'lgan ishimizni tushunmasak, ko'zimizni yetib kelib yo'lmangan bo'lib o'xshash bo'lib qoldi qilgan ishimiz. Aldı bilan o'zimizning ishni tushunishimiz kerak. Nima ish qilyapmiz, nima ish qilmoqchi? Bu ishni qilish uchun nima ketadi ekan, nima lozim ekan, qanday bilim lozim ekan degandek narsalarni. Shunga chet eldagi qarindoshlar hammamiz sal uzun muddatni ko'zlab qanday qilgan chog'da millatniki hech bo'lmaganda hozir qadar saqlanib qolgan narsalarni saqlab qolaymiz. Qanday qilib vatanni qutqizamiz, qanday qilib vatanning xalqlarning hayotini qutqizamiz bu yoqda hammamiz o'ylab boqsak. Uyghur Project Fondumu bunundaki özümüzü şu nişikra toğırlayımız. Yeni bir qancha projektlarni qilmoqchi. Onu bilgancha demayman men. Vaqti kelgancha adı deyman o ishlarni. O'tgan bir qism ishlarni deb bergan. Hozir chet eldimi allaqachon ishni boshlab, xil ko'p ishlar qilgan qarindoshlar bor, qilayotgan qarindoshlar bor. Men chet eldagi qarindoshlar yasagan torbatlarining hammasini Ma'rifatniki el kitap degan sahifasiga yig'ib qo'ydim. Buning ichida el kitap var, YouTube var, İngiliz torbatlari var.
Uyghur torbatları var. Ben özüm uşat qaladım şey jıqıb qiyatıman. Ben aç sayfınınki adresini şu videonun aslında çıkarıp bir qarab bakыңlar. Chet eldeki Uyg'urlar nima ishlarni qilibdi? Bir qarab bakыңlar. Hiç olmagan chaqda nima ishlar bo'ytibdi chet eldeki Uyg'urlar ichida. Qas qarindoshlarimiz qanday ishlar qilibdi bilib qolaylik. Uni mazmundan foydalanmadik degan taqdirda bir ko'p qarab qo'yinglar. Ben adresini yollab qo'yman bu şu videonun astiga. Ondan keyin men sizlarga yana bir narsani degan. Sen xabaringlarda bor Uyghur Project Fondi Uyghur ana til appga $10,000 pul chiqarib ishni qilgan. Bu asosan yerim tutib sınavni o'tib bo'ldi. Pat yaqinda uniki iPhone, Android yanfonlari, andan kompüter nusxalari chiqadi yaqinda. Bir hafta chiqib qolishi mumkin. Vaqt kelganda men Facebookga, WhatsApp'larga bu to'liq uqtirish chiqaraman. Joyda ko'rsana bo'ladi. Hozir Xitoy virusining sababidan nurg'un qarindoshlar uyda o'tirib qoldik. Hozir endi bolamizga mushaq detallardan foydalanib, bolalarımızga Uyghur tilini o'rgatadigan yaxshi fursat. Shunga meniki farzimcha shu bir haftaning ichida, bir hafta 10 kun ichida bu chiqish tayyor bo'ladi. Uni ko'rib muvaffaq foydalansanlar bo'ladi. Meniki bugungi dedalarim shunchalik. Sizlar qatim ko'rishkichilik aman bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.